Paketla solingan paket qani? Ya pak. Qani? Ana. Nima qilasiz pul sotamiz? Ana. Zumlamasda kerak emas. O'zi. Mana bacham. Tishingni yaxshilab yuvib, ko'pigini tuplab tashlama. Boshingga bundan surtib shampun qilib ishlat. Qaymi? Ma. Mi qatlaysan. Mi. Yana taqat. Ya. Pul yo'q. Bitta almacha qo'poraylik. Mayigam yo'q. Yo'q, bemalol. U eshak alma o'zi u. Sana uchun ektirganman, spitsani. Bemalol eng qimmat narsalardan zakaz qilavering. Bor, budi borlig'i ham sizniki. Ha, siz uchun jalgi emas, jonim marhamat. Qaravering. Bye. Do'st chikkinga xush kelibsizlar. Longer, bitta cheeseburger, bitta lavash, 800 ml Pepsi. Bu kishiga Bu kishiga eng arzon longer, klientdan qolib ketgan 4 ta kartoshka free sousi bilan, keyin salfetka. O ana, o'sha o'g'irlab o'tdilar. Zakazlaringiz 100 ming so'mdan oshdi va uning ichida Pepsi bor. Shuning uchun sizlar yarim soat mobaynida 800 ml Pepsimizni xohlaganlaringizcha ichishlaringiz mumkin. Do'st chekkinda bu narsa to yozning oxirigacha davom etadi. Olib ketish, ta'tilga solib hechlar bilan birga ichish bo'lmasin. Faqat shera o'tirilib, shera ichiladi. kim bu? Sizni mendan ko'ra yaxshiroq bilayku. 2003 man deb aldash shart edimi? Eshakday bachang bor ekan, boboy. Ha, dada o'xshamadimi? Shot to'ladimi? To'ladim. Demasa o'xshabdi.